Soat 4dan 23 minut o'tdi. Navoiyda Xudo xolasa yetib keldim. Ko'chada dvijinlar razagam. Mashinalar Navoiy sentrlari. Uyqu kelmasa kechqurun yurish yaxshi. Mashina kam bo'ladi-da. Ancha-muncha kam bo'ladi. Bemalol yurasizda bez probka. Voy -1 bo'ladi Samarqand. Yo bu yoqlar 1 gradus. Dizayni konsertini ko'rib, qayta u hamma ashullar ham, kliplar ham o'zi yod bo'lib ketdi. Ko'chada hech kim yo'q. Tong saharda hamma uxlab yotibdi, maza qilib. Hali ham yo'lda biza. Mendan oldin Elzod akam nimaga Xorazmga yuk ortgan edi. Hozir gazlaydi. Xudo xolasa Elzod akam yetib olaman men. Balki Elzod akamni oldin vaqtli zapravka qilarman. Ko'ramiz endi bu yoq Allohda. Sekin yuraveramiz, endi yo'lda davom ettiramiz. Uyqu yo'q hozircha. Agar cho'lga chiqib 1-2 soat uxlamasam, sekin haydursak ham bo'laveradi yana. Laboylar artish kerak, chang bo'lib ketdi. Svetofor qizil. Svetofor to'xtaymiz. Navoiydan o'tish sal azobroqda. Svetofor ko'pda, svetofor. Ketdik. Shirinlik oldim. Suyusti choy bilan. To'xtadim-da. To'la mashinani proverka qilib oldim. Bu yog'ini, bu yoqlarini. Por 150 ta normalniy. Sal mash tomoni qorin berganda normalniy. Pisilla mana to'g'lash kerak ekan. Pisillayotgan joyini. Azot zavod bu yog'i hammasi gabaritlar yog'atdi. Jotki. Bu yoqlari ham yaxshi, balonlar joy-joyida. Sekin yo'lda yana davom ettiramiz. Ayoq qo'yilichi. Eshikni yop. Suv yo'qqa. Bruni yerdim, Bruni yo'q ekan. Men buni maqtab berdi. 20 qilib ketishkida. Pakalashga stoy. Yoqqa musor, keyin bitta salfangdan solib tashib yuboramiz. Qani ketdik yo'lga. Xayrli tong, video. Gazli metan zapravka. Gaz quradim. Soat 5 da keldim. Uyqu zo'r bo'ldi. Davleniya 200. Aka keling, mana berib yuboraman. Mashinada uyqu zo'r bo'ldi. Endi sekin yo'lda davom ettiramiz. Zavtrikchani qilsak, bu akamga
Pistolet. Vay, rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Probegi 431 kilometr yurib kelmanda Vishtochkidan Gazligacha. Endi 00 qildik. Bismillah. Ketdik bu yog'i. Ko'z qaydasan? Vam. Ketdik. Assalomu alaykum. Mashifa 1100-1200 kilometr yurayotgan ekan. Lekin faham zo'r mashinada. Bizlari o'zbeklar ishlatishiga faf. Mashinasi shu mashina chiqdi borib. Faftam haqiqatan legenda mashina chiqdi. Ketdi xanam. Bismillahirrohmanirrohim. Ana Xorazm Bitonga. Bu yoqqa endi Nukusgacha endi hozir shoshib borgan bilan Nukusga yukka sirazi tushirmaydi. Abuzaqin yukku, latta putta ko'ch ko'ran deydi-yu. Shu borib bir qo'masa bir yaxshi joyga bitta stankiga qo'ysang mashinani ertalabdan boshlaydi-da. Yukka tushirib tashlaydi. Xudo xolasa ob-havo zo'r bo'lyapti. 5 gradus ob-havo. Quyosh chiqib kunlatishni ham boshlayapti bu yoqda. Gurlanda biza Gurlan. Xudo xolasa Xorazmni sovug'i ham sovuq, issig'i ham issiq. Yoz paytida issig'i ham qanday qizdiradi, qish paytida sovug'i yon taqillatadi borib. Daraxtlarga qaranglar, hamma oppoq bo'lib qolganligini. Hozir pastga tushadigan bo'lsangiz nihoyatda sovuq o'tyapti odam. Gurlandan yurganligimiz sababi bu yo'lning yo'li ancha tekisroqda yo'llari. O'zi A373 magistral yo'l ham bor. U yerda sement zavod borda, sement zavod tanar samosvallar yuraverib, yo'llar asfalt qilib tashlagan. O'shaning hisobiga men bitta Xorazm ichidan Gurlan, Mang'it qilib Amudaryoni ko'prikning ustidan o'tamiz. Xudo xolasa, mana shu yo'l ancha tekis ham tezroq yetib boradi Nukusga. Hozir ko'pchilik bilib olgan. Pashti turklar ham mana shu yo'llardan yuryapti. Narigi yo'llar yomon bo'lib ketganligidan mana shu yo'lni tanlagan ular ham. Soatimiz ham 10 kam 5 bo'libdi. Xudo xolasa endi Mang'itda ko'ramiz. Agar Mang'itda joy bo'lsa, stankiga to'xtashga yaxshi baliq qovuradigan joylar bor. Balig'i yeyimizda shu bilan keyin Nukusga qarab kirib ketamiz. Ukamizni Xudo xolasa ertalab tushiradigan bo'ldi. Klient hozir telefon qildi, aka qatga yetdi, dedi. Xudo xolasa dedim, shu Gurlandaman desam, "Молодец. Yaxshi kelayotgan ekansiz" dedi. Ertalab Xudo xolasa soat 8 dan boshlaymiz degan. Lokatsiyasi tashab qo'yadi hozir bizga. O'sha yuk tushiradigan joyga, bozorga borib mashinani qo'yib, salarkalarni ko'ramiz, avtonomkani. Shu bilan keyin bir kun o'sha yerda qolamiz. Yuk tushirishga. Yuk tushirib keyin ko'ramiz. Yog'ini Abratga yuk qaraymiz. Bu yoqda bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yana Urganch o'ziga qaytib kelamiz. Hozir yo'limizni endi davom ettiramiz. Qoraqalpog'iston, Amudaryo. Amudaryo tumaniga ham kirib keldik, Xudo xohlasa. Xona ochiq xalq orasida ham uchirar ekan to'g'ri. Xona ochiq turadi kim berar ekan. Arkani lekin zo'r qilgan-a. Katta qilib odam borganda zo'r ko'rinadi. Xonada bor. Ushab tur. Nukusga ham yetib kelganman. 18 soatda yetib kelganman. 18 soat vaqt ketdi. Mana mashinada olsa yukka tushiryapti, ana. Nukus Qaloq savdo kompleksi yozib qo'yibdi. Qalasining savdo kompleksi, avto shoh bekati ekanda.
Sho'xbekat. Mana shu avtobuslar hammasi yurar ekan. Ketadiganlari. Tepada Akfa'ni zavodi bor. Yuk tushirishni boshladi. Xudo xolasa. Nima ham? Finish deydi-yu. Bizlar finish. Finish ham bo'ldi. Yetib keldik. 18 soat vaqtda Nukusga yetib kelibmiz. Bu yaxshi natija. Tag'in ham yo'lda 2-3 ta zapravkaga to'xtab zapravka qilganman. Obed bor, ujum bor. Kechqurun kelib mana mana shu yerda qolagan edim. Ertalabki tomon yuk kelsa, turing aka. Bo'ldi, tushiramiz dedi. Yuk mana Abu Saxin yuklari edi. Mayda, chuyda. Mana shu tomonda sal qorin bergan. O'shani ham rosa moyka talab bo'ldi. Lekin dushanba kuniga yana ob-havo aynayapti. Yomg'ir, qor aralash pagoda injiq. Ko'ramiz, agar Samarqandda qaytishgan Toshkentga moyka qildirib ham ketishimiz ham mumkin. Lekin moyka qildirmasak bo'lmaydi. Kuzatishda davom etinglar, qadrdonlar. Xudo xolasa bundan-da zo'r videolar keyingi Xudo xolasa videolarga qo'yib ko'rsatib boramiz. Obuna bo'lib qo'yish, like bosishdan chiqarmanglar.